Bir zamonlar Sharqda yashagan dono turklar yilni qanday hisoblash haqida o'ylab qolishibdi. O'sha paytda urushlar yoki muhim voqealar qaysi yilda bo'lganini aniq eslab qolish qiyin ekan. Bir kuni turk xoqoni bir urush qaysi yilda bo'lganini so'rabdi, lekin odamlar turli xil javob berishibdi. Shunda xoqon, agar biz yilni aniq hisoblamasak, keyingi avlodlar ham adashadi. Kelinglar 12 yilga nom beraylik debdi. Shundan so'ng ov uyushtirilib, barcha hayvonlar katta Ila daryosi tomon haydalibdi. Hayvonlar daryodan birin-ketin o'ta boshlabdi. Eng birinchi bo'lib sichqon o'tibdi va birinchi yil sichqon yili deb atalibdi. Uning ortidan sigir, yo'lbars, quyon, baliq, ilon, ot, qo'y, maymun, tovuq, it va to'ng'iz o'tibdi. Shu tariqa 12 yillik muchal paydo bo'libdi. To'ng'iz yilidan keyin hisob yana sichqon yilidan boshlanadi. Sharq xalqlari qadimdan har yilning o'ziga xos xususiyati bo'ladi deb ishonishgan. Muchal yili esa har yili 21-mart Navro'z kunidan boshlanadi. Aziz bolajonlar, men ot yiliman va bu yil meni yilim. Otlar tez, kuchli va erkin bo'ladi. Shuning uchun meni yilimda ham odamlar ko'proq harakat qiladi. Yangi ishlar boshlaydi. Men mehnatkash va jasur bolalarni yaxshi ko'raman. Dangasalikni esa yoqtirmayman. Shunday ekan, ko'proq harakatda bo'ling. Vaqtingizni unumli sarflang va shunda meni yilim sizlar uchun quvonch va omad olib keladi.